Hammaga assalomu alaykum. Bugun yana video qilyapmiz. Bugundan boshladik. Ballariga rang kirib qoldi. Xudo xolasa. Ballari ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Yetib dedim, bittasi o'lib qolibdi-da. Oltita qolibdi bo'lasiz. Shu quyonimiz vallari ham katta bo'lib qolgancha. Chiroyli bo'lib. Sekin bir haftalarda o'z ayasini qo'llaydigan bo'lar. Bunda shu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bunda. O'qiyonimiz ham tuqqan. Reyslarda ko'rgan bo'lsalaring kerak. Buni ham ballar. Ikkita, 3, 4, 5, 6, 7 ta bunda. Ikkita, 4, 5, 6, 7, 8 ta ekan. Cümlelerle zor. Aha, doğuşları geliyor. Cümleler cinde yürüp bu işipti. Cinde kündeden otu getip böyle yaptı. Doğuyan okuyanlardı. Doğuş vakti. 2-3 gün otu getip böyle yaptı. Kötü yaptı zinde. Allah halası bugün doğup olar inşallah. Yangi olib keldim buni. Hozir olib keldim buni. Erkak qo'yam. Hozir bular yangi olib kelganlarim bittadan tarozida ko'rsataman. Bu kichkina eski. Bularni yangi kelganlar. Ko'rsataman. Bu kichkinalar. Ikkita partiya. Bitta o'g'il bolalari. Ba'zi qizlarni ajratib qo'ydim. Xolasa. Bitta 4 ta o'zimga olib bo'ladigan qizlarim bor. Shu oq, bunisi oq. Bu jigarang. Bu adashmasam shu 50 kunga atrofida bo'lishdi bular. Shu 4 tasi o'zimga qoladi. Zotga. Endi tarozilar olib kelib oldim. Yangi olib kelgan quyonlarni ko'rsataman. Birinchi samkamiz. Salkam 2,900 kg. Buni bitta quyon boqadigan apa borlar, urus apa. Bu endi ko'rsatgan babichkani boqadigan apa. 5 kg yuradi quyon. O'sha apadan kelgan ekan, o'sha apadan oldim. O'zlariga olib olishgan ekan, sotishgan ekan. Chiroyli narsalar. Menga bu quyonlar hammasidan sut berish yoqadi. Shiriga mana 3 kg. To'royli quyonlar. Lekin to'roylik yaxshi deb o'ylayman men. Mana uchun yaxshi.
Kimga qanaqa bilmadim. 3 kilo. Bu erkek. Bu bilan bu bitta qon. Buni boshqa bitta katta oq quyonga qo'shdim. Bular endi ovoz chiqaryapti, o'zi manimcha o'tganga qo'shilib qolgan shekilli. Olib kelgan odamda quyon ko'p bo'ladi. Akamiz borlar, quyon bilan shug'ullanishadigan. O'shada qo'shilib qoldi menimcha. Bu erkagi. O'zi bunaqa rangli erkak olish niyati yo'q edi. Yo burgonskiy olaman deb turdim. Yo birorta kattaroq velikan olaman deb turdim. Bu chiroyliligidan ko'rinishi shalkada. 3 kilo 700. Вообще chiroyli quyon. Baquvvat. Kallalari chiroyli uchun. Hozir endi bundan ham balo olib ko'ramiz, xudo xolasa. O'sha aytgandim endi. Bu yerda turgan babichka quyonni boqilgan odamdan oldim. Yaxshi narsalar boqishadi. Kichkinalar. Tovuqlarimiz ham yaxshi yurishibdi. Haligi ikkitasi tuzalib qolgandi. Bittasi kecha bugun yana jinni mazasi yo'q edi, ajratib qo'ydim. Hozir bitta 9 ta oq yurishibdi. Bittasi bitta yuribdi hozir. Yaponchalar. Bular adam samuraylar yani. İkide kürkü ham olib kelib qo'ydim. Ammo lekin yaxshi o'zgarar ekan bular. Yeb tursa yeganini oqilar ekan. Buni ham so'ysam agar go'shtini qo'shishga harakat qilaman trevesi bilan. Hozircha shu. Xohlasa yangiliklar kelib qolsa aytaman, ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.